Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avto O'zbegim hamda kanal admini Shuhrat. Bugun 16-mart kuni Sergeli mashina bozoridamiz. Gentra narxlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxlari ko'tarilganmi, tushganmi, hammasi to'g'risida mana shu videoda bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like hamda kanalga podpiska bosishni esingizdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Demak, biz videolarimizni boshladik, qadrdonlarim. Yaxshilab qulayroq joylashib olinglar. Bosinglar. Hop, akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2019, probegi 150 ming. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Avtomatik korobka, 3-pozitsiya, mana lyuklari ham bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Kraskasi bitta joyda kichkina pitnosi bor deyaptilar. Tag'in ham o'zingizniki bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Balonlari ham yangiga yaxshi holatlarda. Xo'p, narxini 10800 deyaptilar. Tag'in ham telefon qilsa sunnatiga o'tib beraman deyaptilar. Nomerlari 99li 795 79 76 99li 815 1005. Bemalol telefon qilib kimga ma'qul kelgan bo'lsa, baraka qilib olsanglar bo'ladi akalar, bosib olinglar. Xo'p, akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 2020-yilda chiqqan. Probegi qancha edi? 126 ming yurgani halol. Kraskalari top-toza. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Evakor poliklar tashab qo'yishgan. Avtomatik korobka, 3-pozitsiya, yuklari ham bor. Lekin Gentralar narxi tushib qopti. Ancha tashqari narxi ancha tashagan. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Xo'p, 4 yumshoq balonlar taqib qo'yishgan. Yana nimasi? Через bankdan berib yuboraman deyaptilar, Gendavinskiy ham berib yuboraman deyaptilar. Bankka boshiga qancha bilan chiqadi? 1600 bilan chiqarib berar ekanlar. Xo'p. Naqd pulga? Naqd pulga 10,5 ming. 10,5 ming dos. Telefon qilsa sunnatiga 100 o'tib beraman. 100 o'tib berasiz. O'zbegim avtodan telefon qilaman deysiz-chi? Avto O'zbegimdan. Bonus qilib beraman telefon qilishsa. Bonus qilib berasiz. Obuna bo'lmaganlarga nima deymiz? Obuna bo'lsin, obuna bo'lganini ko'rsa, chiroyli bonusini ko'rsatib chiqarib beraman. Obuna bo'lganinglarni ko'rsanglar, mana bonus ham qilib beraman deyaptilar. Nomeringiz? 88lik 88lik 632 632 18 18. Ismingiz nima edi aka? Jasur. Jasur aka. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosib olinglar. Hop, akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinamiz. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2020-yilda chiqqan. Probegi qancha edi? Probegi 47 ming kilometr yurgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. 3-pozitsiya, avtomatik korobka, tez monitorlar taqib qo'yishgan. Yuklari bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Aka, gazi bormi? Gazi bor buni. Gazlari bor. Kraskasi? Ikkita joyda pitno bor. Ikkita joyda pitno bor. Kimlarga qiziq bo'ladimi, kelib tekshirib turib olaverasiz. Bemalol kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. 4 ta yumshoq balonlarni taqib qo'ygan ekanlar. Bu narxini necha pul qo'yamiz? Buni narxi bu ham 10,5 ming. 10,5 ming. Bankka 1500 pul bo'lib chiqadi. Bankka 1500 bilan chiqib ketadi deyaptilar. Buni ham Gendavinskiy beramiz. Yana arenda variant. Sizdan kelsa, chiqoladi, qatarkasiga chiqarib beraman. Agar Avto O'zbegimdan telefon qilaman deb kelsanglar, mashinamizni baraka qilganinglarda bitta chexoli ham bonus qilib beraman deyaptilar. Ana. Xo'p, nomeringiz? 88lik 632 18 18. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar, bosib olinglar. Hop, akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. 3-pozitsiya, avtomatik korobka, yuklari bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin.
yaxshi holatlarda turibdi. Aka buni probegi qancha? 98 ming yurgan ekan. Kraskasi top-toza. Xo'p, 4 yumshoq balonlarni taqib qo'yishgan ekan. Bu narxini qanchaga beramiz aka? Buni narxi 12 ming aka. 12 ming. Bankka 2021 bo'lgan, bank 2200 bilan chiqib. Bank 2200 bilan chiqib ketar ekan. Naqd pulga bo'lishini necha pul qo'yamiz aka? Ham narxini 11800 qilib beramiz. 11800 qilib berar ekanlar. Bunga bonus qilib berasizmi? Avtobusligimdan qolman deysiz. Odamlar bo'lsa bosh to'lovsiz ham chiqarib beramiz. Davlat ishida ishlaydigan akalarimiz uchun bosh to'lovsiz ham mashinamizda chiqib ketar ekan. Xo'p. Bu ham faqat benzinda yurgan. Benzinda yurgan. Mezigar pultlari bor. Umuman hech qanaqa rasxodi yo'q. 4 yumshoq baloni bor. Bunga bonus qilib berasizmi? Chixol bonus qilib olaman. Bu mashinamizga ham Avto O'zbegimdan chiqyapman desanglar, mashinamizdan baraka qilganlarda akamizdan bitta chixol bonus ekan. Nomeringiz 88 lik 632 18 ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi akalar, bosib yuboringlar. Hop, akalar Gentrani yaxshidan so'raganlar uchun 2017-yil Gentrani topib qo'ydim. Hop, brown faralar taqib qo'yishgan. Bu mashinamizni faqat benzinda ekan, lekin 400 dollarlik economizer qo'ydirganman, deyaptilar. Saka diskalarini ko'rishingiz mumkin aka. Okalar, to есть, uzr. Hop, mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Probegi 140 ming dedilar. Hop, shumkili bo'lgan ekan. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Bu 3-paytsi avtomatik korobka, lyuklari bor. Hop. Mashinamizning kraskasi top-toza ekan. Oldilariga bron plyonkalar qilganman, deyaptilar. Aka, bu narxi qancha qilib beramiz? 8,5. 8,5 mi? Qancha qilib o't beradiganchi qancha? 8,5 qilib beraman. Taqadigani 8,5 mi? Gendaminskiga berasizmi? Yo'q, iloji bo'lsa oformleniya. Arenda varianti yo'q. Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringiz? 94 lik 626 0105. 0105. Ismingiz? Olim. Olim aka. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosib yuboringlar. Xo'p, akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2020. Yurgan. Probegi qancha edi? 77 ming, 1 euro avtomat. 77 ming yurgani. Hop, 1 euro avtomat ekan, akalar. Gazi bor-a? Bakalina gazi bor. Gazlari bor ekan. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. 3-paytsi diskalarni ham taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Kraskasini top-toza deyaptilar, faqat kapot yechilgan deyaptilar. 2020. Hop, mashinamizning tan narxini 9800 deyaptilar. Bo'ladigan qancha qilib berasiz? 9800 ota bo'ldi. 9800 bo'lsa. Hop, Gendaminskiga berasizmi? Kenga ham beraveramiz. Aloqa. Gendaminskiga ham berar ekanlar. Hop, через bank olsanglar ham bo'lar ekan. Boshlang'ich to'lov 1100 bilan 3 yilga olsanglar 5,853 mingdan chiqar ekan. Boshlang'ich 1250 bersanglar 4 yilga oliy to'lovi 4,897 mingdan chiqar ekan. Boshlang'ich to'lov 1400 qilsanglar 5 yilga oliy to'lovi 4,357 ming bilan chiqar ekan akalar. Mashinamiz bez xarajat, umuman hech qanaqa xarajati yo'q. Olasiz, faqat haydaysiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, nomeringizni aytib olasizmi? 77 lik. 77 lik 777 777 7148. 7148 qaytarib o'tdik. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bosib yuborsanglar bo'ladi, bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Gentra mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Probeglari 37 ming. Bu 1 euro, a? 1 euro avtomat ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. ABS'lari bormi buni? Yo'q, ABS bezlyuk. Bezlyuk, ABS chiqqan ekan. Kraskalari top-toza ekan, hech qanaqa xarajatlari yo'q. Lekin 3-paytsi ekan. Bu adashmasam, chunki mana o'rtadagi podlokotniklariga ham anaqasi turibdi. Hop. Diskalarni ham ko'rishingiz mumkin. 3-paytsi diskalar. Buni faqat benzinda. Faqat benzinda. Faqat benzinda yurgan.
Narxi qancha qilib beramiz aka? Narxini 12300. 12300. Taqalganicha. Taqalgani 12 laringa chamda. 12 kiloga bitadi. 12 dan pastiga bitmaydi. Xo'p, buni Banki bor, xudo xolasa. Teriz bank ham chiqarib berar ekanmiz. Boshlangiz 1450 bilan, 1450, 1200 bilan ham 1200 bilan ham bitib ketadi. Krugovoy tonirovka. Tonirovkasi Rossiyanasi necha oy bor hali? Unisini aniqini bilmayman. Hujjat hozir yonimda emas, o'zim qarab ko'rish kerak. Hech qanaqa xarajat yo'q, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Nomerlari 99lik 830 22 77. Ismlari Bunyod. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar. Bosib yuboringlar. Qadrdonlarim, bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz sizlarga ma'qul keldi deb o'ylaymiz. Endi kamchiliklar uchun uzrimiz bor. Har doim qo'limizni ko'ksimizda kommentariyalar yozib, like bosib, podpiska bosish esinglardan chiqarmadinglar deb o'ylayman. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bu sizga kerak deb o'ylayman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.